8,5 ming AQSh dollarga Yuksalish supermarketiga 3 ta muzlatgich ombor qurib berdik. 3 ta xolodilnik ombor uchun bitta katta 8 HP'lik BR agregatdan o'rnatib berdik. O'zi 3 ta xolodilnik omborga 3 ta xolodilnik agregat qo'yilishi kerak edi. Ya'ni 3 HP, uni ham narxi 2000 dollardan 6000 dollar bo'lar edi. Mana bizlar 4000 dollarga 8 HP'lik usulli variantdagi agregatni o'rnatib berdik. Mana kondensatori FN100 bilan Xitoy komplektatsiya, полный zapchast, sborka jarayonlari Xitoy bo'lgan. Bu 3 ta xolodilnik kamera uchun penopolistirol semiz panellardan o'rnatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu kameramiz, birinchi kameramiz minusoy kamera, ya'ni -15 gradusli xolodilnik kamera. Bu yerga aslında go'sht, tovuq, lavash mahsulotlari turadi, saqlab turadi. Mana ko'rishingiz mumkin, penopoliuretan xolodilnik eshik. Mana oshiklari ham svobodni. Bu yerga biza BG55 havo haydadi, ya'ni isparitelь o'rnatib berganmiz. Asosan go'sht, tovuq mahsulotlari bu yerga tovuq ushlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu tablo, ya'ni xolodilnik kompyuteri mana hozirgi holatda -10 ga turibdi. Bu maksimum -20-22 gradusga chiqadi. Bu esa ikkita xolodilnik omborimiz, ya'ni plusoy xolodilnik ombor. Bu yerga malochka, kolbasa mahsulotlari turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu hozirgi holatga +6 ga turibdi. Bu esa 3-chi xolodilnik omborimiz. Bu yerda aslamloy meva sabzavot saqlanadi. Mana hozirgi ularning gradusi +9 ga turibdi. Sizlarga ham shunaqa sifatli muzlatgich omborlar kerak bo'lsa agar, pastdagi raqamlarga murojaat qilaveringlar.